Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Navbatdagi demak ma'ruzamiz to'la differensialli tenglamalar va integrallanuvchi ko'paytuvchi ko'rib o'tamiz. Demak, mavzumizning rejalari. To'la differensial tenglama nima? Demak, berilgan ifoda mana tenglama to'la differensial tenglama deyiladi agarda quyidagi shart bajarilsa. Demak, mana bu berilgan funksiyadan x oldidagi ifodadan y bo'yicha va dy oldidagi ifodadan x bo'yicha xususiy hosilalar olinganda tenglik sharti bajarilsa, unda berilgan tenglama to'la differensial tenglama deyiladi va uning yechimi quyidagi ko'rinishda izlanadi. Bu yerda phi y bu hozircha noma'lum funksiya. Uni topish uchun demak berilgan ifodadan y bo'yicha xususiy hosila olib, hosil bo'lgan ifodadan y bo'yicha xususiy hosila olib, ikkinchi qismiga tenglash orqali phi y ga nisbatan differensial tenglama hosil qilamiz. Uni yechish orqali, phi ni olib borib o'rniga qo'yish orqali umumiy yechimni yozgan bo'lamiz. Va umumiy yechim ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Endi mana hozir o'sha ta'riflar to'la keltirilgan bu yerda. Demak, bu ham xuddi shunday mn o'rniga pq kelyapti xolos. Shu to'la differensial tenglama bo'ladigan bo'lsa, demak nima bo'lish kerak? Unda uning chap tomoni biroq ifodaning u x y funksiyaning aytaylik to'la differensialini namoyon qilayotgan bo'ladi va umumiy yechim ikkala tomonni integrallaydigan bo'lsak, u x y barobar c ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bu differensial tenglama demak, berilgan differensial tenglama to'la differensial tenglamani ifodalayotganini bilishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Xususiy hosilalarga murojaat qilishimiz kerak. Demak, birinchi qismidan y bo'yicha, ikkinchi qismidan x bo'yicha xususiy hosilalar teng bo'ladigan bo'lsa, demak berilgan tenglama to'la differensialli tenglama deyiladi. Uni yechish uchun demak yuqorida bayon qilinganimiz singari umumiy yechimni mana shu ko'rinishda izlaymiz. Y bo'yicha demak bu yerda konstanta deb qaraymiz, x bo'yicha integrallashimiz kerak bo'ladi va nihoyat uni y bo'yicha hosilasini olib tenglikning ikkinchi qismiga tenglaymiz. Mana misol keltirilgan. Mana shu misolni aytaylik, to'la differensial tenglama bo'lmasligini avval tekshiramiz albatta. Bizda px y ning o'rniga ifoda mana bu, qx y ning o'rniga esa mana bu ifoda kelgan. Xo'p, y bo'yicha xususiy hosil oldik 2x, nariyoqdan x bo'yicha xususiy hosil oldik 2x. Ya'ni berilgan tenglama to'la differensialli tenglama ekan. Endi to'la differensial tenglamani yechishimiz uchun biz birinchi qismini demak berilgan misolni x bo'yicha integrallab phi y qo'shamiz. Mana shu ko'rinishda demak yechimni izlaymiz va natijada to'laqonli bo'lmagan yechimni hozircha yozamiz. Bu demak hali to'la yechim emas. Endi bundan y bo'yicha xususiy hosila olamiz va tengligimizning ikkinchi qismidan foydalanamiz. Ikkinchi qismi 3y kvadrat plus x kvadrat edi. O'shani demak qx yimiz bizani tengladik va x kvadratlar ketib qoldi. Bizda asosan mana praktikada bizda faqat y ga nisbatan ifoda qolishi kerak. E'tibor bering, x lar yo'qolishi kerak bizda. Demak, phi y shundan birato'la integrallab, demak phi y topdik. Olib borib o'rniga qo'yish orqali demak umumiy yechimni yozamiz. Mana bizning umumiy yechimimiz. Yoki umumiy integralni mana bu ko'rinishda yozishimiz mumkin. Sayni bir tomonga o'tkazib. Xo'p, endi hamma va ham berilgan tenglama to'la differensial tenglama bo'lavermaydi. Ya'ni to'la differensiallik sharti bajarilavermaydi. Ya'ni birinchi qismdan y bo'yicha, ikkinchi qismdan x bo'yicha xususiy hosilalar teng bo'lmay qolsa, unda to'la bo'lmagan differensial tenglama deyiladi. Lekin bu to'la differensial tenglamaga keltirishning yo'li bor. Bu uchun bir qandaydir tx y ga bog'liq bo'lgan shunday bir funksiya topiladiki, berilgan tenglamani shu funksiyaga ko'paytirish orqali, ikkala tomonni shu funksiyaga ko'paytirish orqali berilgan funksiyani to'la bo'lgan differensial tenglamaga keltirishimiz mumkin. Agar xususiy holda o'sha integrallovchi ko'paytuvchi bitta noma'lumga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, x yoki y ga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, biz demak tx funksiyani, ya'ni integrallovchi ko'paytuvchini quyidagi formula bilan va y ga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi 8-formula bilan uni aniqlaymiz. Misol, integrallovchi ko'paytuvchimiz
ishlatiladigan joy. Mana masalan, bu yerda tenglama. To'la differensial tenglamami, yo'qmi tekshiryapmiz. Demak, tekshirsak, y bo'yicha xususiy hosila, x bo'yicha xususiy hosila oldik. Birinchi va ikkinchi qismlardan mos ravishda buni teng emasligini ko'rdik. Demak, to'la differensial emas. Endi x ga yoki y ga bog'liq bo'lgan integral uch ko'paytuvchi nima ekanligini demak tekshirib ko'ramiz. Buning uchun mana bu ayirma hisoblanib quvga bo'linadi. Agar bu faqat bitta o'zgaruvchiga bog'liq bo'lib qolsa, demak shu formulani ishlatganimiz to'g'ri bo'ladi. Demak, olingan ifoda faqat x ga bog'liq. Shuning uchun birinchi o'sha 7-formulamizni ishlatamiz. Va bevosita bu yerdan shu integralchi ko'paytuvchi 1/x² ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu nima degani? Bu berilgan tenglamani agar ikkala tomonni 1/x² ga ko'paytirib olsak, berilgan tenglamamiz to'la bo'lgan differensial tenglamaga aylanadi va to'la differensial tenglama qanday yechilgan bo'lsa ilgari, xuddi shu usulda ishlanadi. Mana umumiy yechim qidirilyapti, phi y topilyapti, xususiy hosila oldik, ikkinchi qismga tengladik va phi y topib bo'lganimizdan keyin umumiy yechimni mana yozganimizni ko'rishingiz mumkin. Foydalangan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat bo'linglar.